Barchaga salom. Bugun birinchi marta mikrozelenlarni o'stirib ko'rdim va bugungi video shu haqida bo'ladi. Mikrozelenlarni oldin bilmasdim qanaqa nomlanishi va qanaqa o'stirish. Rus blogerlarda ko'p ko'rardim. Bu nima ekanligiga juda qiziqardim va bir kuni o'zimda ko'rib qolib zakaz qildim. Mikrozelenlarni keyin izlanib ko'rdim. Foydalari juda ham ko'p ekan. Sabzavotlarga, oddiy ko'katlarga qaraganda 40 barobar vitamin va minerallarga boy ekan. Hazm qilishni yaxshilar ekan. Immunitetimizni kuchaytirib, tananing kasalliklarga qarshiligini oshirar ekan. Shamollashning oldini olib, suyaklarning mustahkamligini oshirar ekan. O'zimda shunaqa komplektni zakaz qildim. Komplektning ichida hamma narsasi bor ekan. Urug'ini sepib, urug'ini tagidagi qurib qolmasligi uchun suv sepib turish kerak ekan. Menda ikkinchi kuni shunaqa ko'rinishga keldi. Ozgina yashil bo'lib chiqibdi va 3-4 kunlarda yana ham o'sdi. Birinchi marta o'stirishim bo'lgani uchun bilmadim to'g'ri o'stirdimmi yo'qmi. Agar kimdir oldin o'stirgan yoki doimiy o'stirib yuradigan bo'lsa, iltimos maslahatinglarni kommentariyalarda kutib qolardim, chunki har doim o'stirish niyatim bor. O'zimda ko'rsatilgani bo'yicha to'liq 7 kun ichida o'sib chiqish kerak edi, lekin menda ozgina ko'proq davom etdi. Bu menda hozir 4-kundagi ko'rinishi. Bu bizda 8-9 kundagi ko'rinishi. Shu ko'rinishdan boshlab iste'mol qilishni boshladik. Mana bu 8-9 kundagi ko'rinishi. Shu holatga kelganida iste'mol qilishni boshladik.